yo'q, mol, hayvon, agar bir narsa bo'lsa umringni qamoqda chiritaman. Bitta kuku deganingni, bitta kuku desam endi. 5 yildan keyin. Shozi ko'zlaring. Ey kukuchi. Assalomu alaykum. Tanidingizmi? Yo'q, nima tanishim kerak men buni? Ya, 5 yil oldin kuku deganingiz esingizda yo'qmi? Bu sizni bo'langiz? Aliment to'latish uchun keldim. Ey, mana qarang, to'xtat qilmaysan. Kuku deganlar nima bu? Darrov boshqa to'ladimi endi? Ey, kuku degansan. Bu sani bo'lang. Alimentni ham to'laysan. Qani to'lamay ko'rchi, ustingdan yozaman. Umring qamoqda chiriydi. Bo'ldi. Kuku demay o'ylayman bir. Bu yo'lda aliment to'layman. Ey kukuchi. Men sani deb ikkita bolam bilan ko'chada qoldim. Tez menga 2 xonali uy olib ber. Men bir marta kuku deganman, bir marta. 3 ta kubla. O'sha bir marta kuku deganing 1 yildan keyin yana ta'sir qildi. Bekolar. Bitta kuku 2 marta ta'sir qiladimi? O, berasan. Yo'q, qamataymi? Endi uxlata olmaysan meni. Nima masangan lo'qman. Bu 20 ga kirgan kapkatta yigit, men 5 yil oldin kuku deganman. Bilaman. Siz bu uchun kuku demagansiz. Dadangiz uydalarmi? Dadangizni chaqiring. Dada. Soy bo'lib